Rus xalq ertagi. Juda qadim zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Sovuq qish kunlarining birida chol harna yegulik bo'lar deb baliq ovlagani daryoga boribdi. Shu kuni omadi kelib bir arava baliq tutibdi. U bundan xursand bo'lib uyiga qaytayotganida yo'lda uzala tushib yotgan tulkini ko'rib qolibdi. Chol uning o'lik tirikligini bilish uchun aravadan tushib, unga yaqinlashibdi. Ayyor tulki esa qilt etmay, hatto nafasini ham chiqarmay, jonsizda yotaveribdi. Mana buni omad desa bo'ladi. Bugun men uchun juda yaxshi kun bo'ldi-da, o'ziyam. Ro'zg'orimiz baliqqa to'ldi. Endi bu tulkining dumidan kampirim po'stiniga yoqacha tikib olsa ham bo'ladi. Ha ha ha. Uni tezroq aravaga orqa qolay. Qani? Chol o'ljani aravaning orqasiga joylashtirib, yo'lida davom etibdi. Shum tulki esa cholning ko'zini shamg'alat qilib, aravadagi baliqlarni bilintirmay yo'lga otib yuboraveribdi. Aravada baliq qolmagach, o'zi ham aravadan sekingina tushib, qochib qolibdi. Hech narsadan xabari yo'q sodda chol uyiga qaytib, kampirini chaqirib, O, kampir! Suyunchini cho'zaver. Senga zo'r hadya keltirdim. Po'stiningga yoqacha olib keldim. yoqacha deysizmi? Qani, qayerda? Aravada yoqacha ham baliq ham yo'q-ku. Hoy, miyasi aynigan chol. Baliq olib kelmaganingiz yetmagandek, meni aldamoqchi bo'libsiz-da. Shundagina chol tulki uni laqillatib ketganini payqabdi. Ammo ish bitgan payt pushaymonga o'rin yo'q ekan. Shuning uchun chol peshonasiga shapatilab, attang deganicha qolibdi. Bu vaqtda esa ayyor tulki yo'lga sochilgan baliqlarni bir joyga yig'ib, ularni ishtaha bilan yeb o'tirgan ekan. Shu payt uning yoniga bo'ri kelib qolibdi. Oynajon, baliq yeyapsanmi? Yoqimli ishtaha. Meniyam qornim och. Do'stligimiz hurmati balig'ingdan menga ham ber. O'zim mehnat qilib tutgan baliqni yeyapman. Nega endi senga berishim kerak ekan? Ozgina bera qol. O'zing baliq tutgin-da. Istaganingcha yeyaver. Tayyor oshga egalik qilishni hamma biladi. Axir qanday qilib tutaman? Baliq tutish qo'limdan kelmasa. Ana xolos. Axir men tutdim-ku. Sen ham tuta olasan. Daryoga borib dumingni muz tuynukchaga tushirgin-da. Katta-kichik baliq tutul deb o'tiraver. Baliqlarning o'zi dumingga kelib ilinadi. Uzoqroq o'tirsang, ko'proq tutasan. Ko'rdingmi? Judayam oson ish. Bora qol, oving baroridan kelsa. Aytgancha, katta-kichik baliq tutul deyish esingdan chiqmasin-a. Bo'ri tulkining gaplariga chippa-chin ishonibdi. U yugurganicha daryoga yo'l olib, baliqchilar ochgan muz tuynukni qidirib topdi-da, unga dumini tushirib, tulki o'rgatgan so'zlarni takrorlayveribdi. Katta kichik baliq tutul. Mayda katta baliq ilin. Bu vaqtda baliqlarni yeb, qorni qappaygan tulki bo'rining ortidan yetib kelib, uni boplab laqillatayotganidan dimog'i cho'g' bo'lib, sekingina xirgoyi qilib, bo'rining atrofida aylanaveribdi. Osmondagi yulduz porlarmi? Bo'rivoyning dumi muzlar. Shunday muzlaki. Oyni nimalar deb valdirayapsan? Voy, do'stim. Bilsang,
Senga yordamlashyapman. Baliqlarni duming tomon haydayapman. Qancha ko'p o'tirsang, shuncha ko'p baliq tutiladi. Osmondagi yulduz porlar, bo'rivoyining dumi muzlar. Tulkining hiylasiga chuv tushgan bo'ri hech nimadan shubhalanmay, tuni bilan dumini muz tuynukchadan chiqarmay o'tiraveribdi. Nihoyat tong otgach, o'rnidan turmoqchi bo'lgan ekan, sirayam qo'zg'alolmabdi. Voy-u, o'ziyam rosa baliq tutilibdimi deyman. Hatto ko'tarib ham bo'lmayapti-ya. Ana ov, mana ov. Ajoyib maslahat berdi-da, Tulkivoy. Ana endi bu baliqlarni qishi bilan mazza qilib yeb yotaman. Xayriyat, ochlikdan qutuladigan bo'ldim. Bo'ri shularni o'ylab turganida suv olgani chelak ko'tarib qishloq ayollari kelib qolishibdi. Ular bo'rini ko'rishlari bilan uni jon holatda savalashga tushib ketishibdi. Bo'rini adabini beringlar, savalanglar uni. Quving yaramasni. Ayama, savalab ahmoq bo'rini. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu ayollardan qanday qilib qochib qutulaman ekan, ha? Voy voydod, voy boshim, voy belam. Nima bo'lsa bo'ldi. Dumsiz qolsam ham mayli. Boshdan ayrilgandan shunisi tuzukroq. Bo'ri ayollardan qochib qutulish uchun kuchining boricha bir chirangan ekan, tuni bilan muzdek suvda turib muzlab qolgan dumi chirt etib uzilib ketibdi. Bechora bo'ri dumidan ayrilib, orqa oldiga ham qaramay qochib qolibdi. Uzoqqa yetib borgach, nafasini rostlash uchun to'xtadi-da, tulki uni aldaganini tushunib yetibdi. Voy, yaramas tulki. Meni aldash qanaqa bo'lishini ko'rasan hali. Voplab jazoimni bermasammi? Bu vaqtda makkor tulki suvga ketgan ayollarning yo'qligidan foydalanib, ularning uylaridan biriga kiribdi-da, xamir solingan idishni ag'darib, undan to'ygunicha yeb, qolgan qutganini boshiga surkab, ortga qaytibdi. U o'rmon oralab ketayotganida ro'parasidan dumsiz bo'ri chiqib qolibdi. Baliq ovlashni shunday qilib o'rgatar ekansan, og'ayni. Qara, sog' joyim qolgani yo'q. Ayollar meni rosa kaltaklashdi. Sening maslahating tufayli dumimdan ham ayrildim. Buning javobini kim beradi? Birodar, dumsiz bo'lsang ham boshing omon qolibdi-ku. Mana menga qara. Meni shunday kaltaklashdiki, boshim yorilib, hatto qatig'i chiqib ketdi. Zo'rg'a sudralib ketyapman. Voy bechora, rostdan ham senga qiyin bo'libdi. G'am chekma, og'ayni. O'zingni urintirma, ustimga chiq, uyingga o'zim olib borib qo'yaman. Shunchalar ham go'l bo'larmi bu bo'ri? Makkorlikni tushunarmi bu bo'ri? Tayoq yegan bo'lsa-da mendek kaltak yeganni ko'tarib ketyapti. Go'l bu. G'o'r bo'ri. Nima deyapsan, og'ayni? Eshitmayapman. Qattiqroq gapir. Og'aynijon, duming tezroq o'sishi uchun dardingni avrab daf qilyapman. Shunday degin. Mayli og'ayni, avray qol. Shunday qilib, ayyor tulki unga ko'r-ko'rona ishongan go'l bo'rivoyni osongina aldagan ekan.